Arzon ish sifatli bo'lmaydi. Sifatli ish arzon bo'lmaydi. Sizlarni o'z ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bizning sohamiz darvoza, temir darvozasi bo'ladi. Yo'nalishimizga darvoza, naves, perila, shunga o'xshash xizmatlar kiradi. Agar sizga temir darvoza va bizning xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana bunday darvozalarni tayyorlab, uyingizga dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Narxini ham bir yo'la aytib o'tib ketamiz. Bu darvozamiz material 1.8 qalinliklardan ishlangan, profili 6x4, 1.7 stenkadan ishlangan, razmeri 3.5 ga 3.5 bo'ladi. Narxi 800 mingdan 950 minggacha chiqadi. Materiali va kraska, qolgan bezaklariga qarab. Bu yoqda bo'lsa, bu darvozalarimiz pechat darvoza bo'ladi. List qalinligi 1.3, profillari 6x4, 1.5 stenkada. Bularning narxi 600 mingdan 750 minggacha chiqadi. Bu ham materiali, qalinligi va qolgan qo'l mehnat ishlariga qarab. Bu darvozamiz razmeri 3.20 ga 3.30. Bu 700 millik variantni ko'rsatib qo'yadi operatorimiz. Agar sizlarga ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qolgizamiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Ishxonamiz, seximiz, ya'ni Gulistonda va Andijonda. Bemalol tog'ni u yog'idan ham, bu yog'idan ham aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bilan, bitta kommentariya qoldirasiz. Hammaga rahmat.